Husanov deb chaqirmang. Uning yangi laqabi go'dak yuzli qotil. Uning yoqimli tabassumi yoki muloyim xarakteriga aldanmang. Bu yigit sizni yer bilan yakson qiladi. Juda uzoq vaqtdan beri birinchi marta Ruben Diyashga qarab, bu bola seni ham siqib chiqarishi mumkin deb o'ylayapman. Bu yigit ortiqcha gap so'zsiz, faqat ish qiladi. Eng muhimi, u qanchalik tez ekanini bilasizmi? Bu yigit raketa. Keyingi eSports o'yinida uning tezligi bemalol 90 bo'lishi mumkin. Mana bu Abduqodir Husanov degan yigitni ko'ryapsizmi? Agar bugun u maydonda bo'lmaganida, Manchester City kamida 4 ta gol o'tkazib yuborardi. Shuni aniq ayta olaman. Uning orqaga qaytib kelishlari juda ham zo'r. Vinicius Juniorni qanday yopib qo'ygani shunchaki ajoyib. Yigit tom ma'noda o'zini ayamasdan o'ynaydi. Husanov albatta jahon darajasidagi futbolchiga aylanadi. Menda bunga umuman shubha yo'q. Bu yigit haqiqiy monster bo'ladi. U juda tez. Men bunday tezlikni oxirgi marta Kyle Walkerda ko'rganman. Husanovning kechagi o'yini menimcha uning Manchester City safidagi eng zo'r o'yini bo'ldi. U shunchaki fenomenal edi. Ha, umumiy natija yomon. Jamoa Real Madridga qarshi 2 o'yinda ham yutqazib, 1-5 hisobida chiqib ketdi, lekin shunga qaramay, maydondagi eng yaxshi futbolchi aynan Husanov edi. Bunga shubha yo'q.